barlıq Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızda görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Oyğuniş Təşkilatı 12 oktyabr günü Şərq Türkistanның Xitay təcavüzçüləri tərəfindən besib alınğanlığının 74 illigini lənətləş. Şərq Türkistan xalqının mövcudluğu və qədir-qimmatini saqlashning birdən-bir kafalati bo'lgan Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirish kurashini qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida Amerika Oqsaroyning oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi, Şərq Türkistan sürgündü hökumatining bosh ministri Salih Xudoyor muhim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Köpçilik, yaxşımısızlar. Biz demokratiya və erkinlikning simvolu bo'lgan Oqsaroyning oldiga yig'ilib, Şərq Türkistan xalqining beshiga kelgan ig'ir kunni xotirlab turibmiz. 12 oktyabr kuni milliy motam kuni. Tarixdagi qorong'u tunning boshlang'ichi. Bu qorong'u tun yil ham davomlashmoqda. 74 yil ilgirki Xitoy Kompartiyasi hokimiyat beshiga chiqib, Xitoy Xalq Cumhuriyatini e'lon qilib, 12 kun o'tgandan keyin 1949-yili 10 12 günü 90 ming Xitoy armiyasi Sovet İttifaqının yordami bilan mustaqil davlat Şərq Türkistanni besib oldi və numussuzlarcha tinch yo'l bilan ozod qildik deb atab olgan bu rəhimsiz ishg'ol 1949-yili 8-oyning oxiridan 9-oyning oxirigacha Sovet İttifaqı tarafidan 30dan ortiq yuqori darajalik siyosiy va harbiy rahbarlarimizning qasdlab o'ldirilgandan keyin oldin planlangan tajovuzchilik harakati bizni o'zini qo'g'day olmaydigan darajada ojizlatib etish shum plani edi. Ota-bobolarimiz buningga tirandi. 1949-yili 12 oktyabrdan 1952 yilning oxirigacha Xitoy Kompartiyasining tajovuzchiligiga qarshi kurash qilgan 12 mingdan ortiq Şərq Türkistanlik Xitoy tajovuzchilari tomonidan o'ldirildi. Bu fidokorliklar bekorga ketmaydi. O baş egmas ro'yimizning bir isboti edi. Baş egishni rad qilgan bir ruh bilan koni tipdagi miltiqlari hatto qurolsiz qo'llari orqali faqat vatani uchun emas, kimliklarini, kulturini va kelgusidagi avlodlarini qo'g'dash uchun qarshilik ko'rsatdi. Ular g'alaba qila olmaydiganligini bilsa-mu, taslim bo'lishning to'g'ri bir tanlash emasligini bilib qarshilik ko'rsatdi. Şərq Türkistan 74 yil mobaynida rəhimsiz bir ishg'olga duch keldi. Yüz minglarcha Xitoy Xalq Azadlıq Armiyasi, xalq saqchi qismlari, 3 milliondan ortiq dinkan qismlari ana vatanimizni, davlatimizni zulm qal'asiga aylantirib qo'ydi. Bu yolg'iz xalqaro qonunlarga xilof bo'lib qolmasdan, balki xalqning asosiy kishilik huquqini dafsanda qilishdan iborat edi. Qizil Kirist komitetining ishg'ol qonuniga asoslanganda, ishg'ol qonuni ishg'ol, qurtulush, boshqarish va ya ishg'olni tasvirlashda qanday atalg'i qo'llanishidan qat'iy nazar ijro qilindi. Şərq Türkistan xalqi bu ishg'olni hech bir vaqt ozodlik deb qabul qilmadi va qabul qilmaydi. Biz Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyatiga qarshi kurashimizni izchil davomlashtiramiz. 2014-yildan buyon Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilingan Şərq Türkistanda 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata umumyuzlik irqiy qirg'inchilikni izchil yurgizib, avjiga chiqarmoqda. 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlar jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Millionlaganlari Xitoyning zavodlarida qul ishchi sifatida ishlatildi. Ayollar tug'mas qilib etildi. Kültürü yo'q qilindi. Balalar oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoy qilib yetishtirildi. Masjidlar va kültür markazlari chaqib tashlandi. Muqaddas va kulturel kitoblarimiz ko'ydirib, tilimiz yo'q qildi. Bu qilmishlar yolg'iz siyosiy qarorlar bo'lib qolmasdan, balki Şərq Türkistan mustaqillik ko'rishining oldini olish, bizni tarixdagi bir izohat qilib ko'rsatish uchun loyihalangan planliq bir qaror edi. Xitoyning bu vahshiy qilmishi Amerika hukumati va ondan ortiq g'arbdagi davlat parlamentlari, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilindi. Adolatni ko'zga ilmay masxir qilgandek, Xitoy bu haftaning beshida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashiga a'zo bo'lib saylandi. Bu bizga qilingan haqorat bo'lib qolmay, dunyo adolat g'oyasiga xiyonat qilganlik. İnson haqlarini qo'g'daydi deb qaralgan ba'zi davlatlarni o'z ichiga olgan dunyodagi davlatlarning bu vahshiylikka sukut qilib, jinoyatga o'rtoq bo'lishini qabul qilg'ili bo'lmaydi.
İttifaqdaşlarımız bo'lishi kerak bo'lgan musulmon davlatlari, Türk Cumhuriyetlari Xitoyning iqtisodiy kuchi sababidan bizga orqasini qildi. Amerika, Yaponiya, Angliya, Yevropa Birligidagi va dunyodagi barliq demokratik davlatlarning Sharq Turkistonning o'z ishini o'zi qaror qilish, mustamlikadan xoli mustaqilligini tunishini talab qilamiz. Bu faqat siyosiy orzular emas, xalqimizning hayot qilish masalasi. Biz bir parcha yer uchunla kurash qilmaymiz. Biz mavjudligimizni, izzat obro'yimizni, kimligimizni saqlash uchun kurash qilamiz. Sharq Turkiston kurashi dunyoning kishilik huquq, adolat va qoidalarni asos qilish va'dasida turishdagi yuritish siniqi. Biz uzun yillardan beri kutyapmiz. Biz yana kutolmaymiz. Hozir harakat qilish vaqti. Dunyo Sharq Turkiston tarix yuzidan yo'qolib ketishdan burun harakatga o'tishi lozim. Tragediyalik azob, o'lim hikoyalarimiz faqat statistikalar emas, hayoti paramparcha bo'lib ketgan insonlarning, bolalardan ayrilgan onalarning va qul sifatida ishlatilgan millionlarcha insonlarning zulm chekayotgan organlari uchun o'ldirilgan millionlarcha real insonlarning ochiq haqiqatidir. Bular haqiqiy raqamlar emas. Ular azob chekayotgan, hayoti qaytalanmaydigan haqiqiy insonlar. Bu azguchi qiyinchiliklarga bosh egmasdi. Erkinlik uchun nola qilishning zarurligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu dunyoning inson haqlarini qo'g'dash va adolatni yaqinlash, qonunlarni ijro qilish va'dasida turishdagi axloqning yorqin siniqi. Bu dunyoning inson haqlarini qo'g'dash va adolatni yaqinlash, qonunlarni ijro qilish va'dasida turishdagi axloqning yorqin siniqi. Xalqaro jamiyat hisoblashishning kesishma nuqtasiga keldi. Dunyo butun bir millatning yo'qolib ketishiga ko'z yumadigan ahvolga kelib qoldimi? Sharq Turkiston xalqi 74 yildan buyon azobga sabr qilib keldi. Bizning sabrimiz toshdi. Hozir jiddiy harakat qilish zamoni. Birdammo kechiktirishga bo'lmaydi. Biz bu yerda la'natlash murosimi o'tkazayotganda kuch koridoridan o'tadigan va adolatsizlikning ulini tavirtadigan yangilangan joydan o'tishi lozim. Biz Xitoyning bizga qilgan vahshiy jinoyatini hargiz unutib qolmaymiz. Sharq Turkiston o'rlikka erishmaguncha kurashdan voz kechmaymiz. Dunyo anglabla qo'ymay jiddiy harakatga o'tishi lozim. Haqiqat faqat yo'qolgan hayotlar uchun, azob chekkan qalblar uchun emas, balki kelajak nesillar uchundir. Dunyo shuni bilsinki, Sharq Turkiston mustaqil bo'lib, egilik huquqini asliga keltirmoqcha, qarshiligimizning o'ti o'chmaydi dedi. Amerikaning Xitoyda turishliq sobiq askari, strategiya mutaxassisi Bin Lawson muhim so'z qilib, Xitoy Kompartiyasining 1949-yili mustaqil Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligini, dunyo miqyosidagi insonlarning qirg'in qilinayotganligini, kishilik huquqning hamma yerda dafsanda qilinayotganligini, insonlarning dunyodagi vahshiyliklarga qarab umidlarini yo'qotib, nima qilishni bilolmay qolganligini va buning xato ekanligini. Biz bugun ishlanayotgan bu jinoyatlarning aslida tarixiy jinoyat, ya'ni Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, bugungi qo'rqinchli jinoyatlarni sodir qilganligini. Hozir hech qanday bir erkin davlat xalqning dunyoning har qaysi joylarida ishlanayotgan jinoyatlarga qarshi harakat qilmayotganligini, o'zining bir strategiya mutaxassisi bo'lish bilan adolat kuchlarining zolim kuchlardan kuchli ekanligini ta'kidlaydiganligini, bu zolim kuchlarning 2 dunyo urushidagi yengilgan natsistlar va Yapon imperatorligidan kuchli emasligini, faqat qo'llarida yadro qurollarining borligini, buni o'z ziyonlari uchun qiladiganligini, ularning hamon yengiladiganligini, fursat topsa har qanday joyda insonlik sirtidagi harakatlar bilan shug'ullanadigan bu kuchlarning 4 yoki uningdan ortiq davlatlar ittifoqidan tashkil qiladiganligini bilishning zarurligini. Shu sababdan Amerika Qo'shma Shtatlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash kerakligini. Buning uchun birinchidan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ijro qilinishini kafolatlantirishi. Yana yangi qonunlarni chiqarib, erkin davlat xalqlarining Xitoy bilan bo'lgan tijoratga majburiy emgakdan foyda olishni to'xtatish kerakligini. Ikkinchidan, xuddi Tibetni besib davlat deb e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish kerakligini. Uchinchidan, xuddi Rossiya prezidenti Putinni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida jazolagandek, Xitoyni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat uchun jazolashi kerakligini. Eng oxirida Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosini qo'llaydigan insonlarni tepib chiqadigan bir organni barpo qilish kerakligini.
Dünyanın har qaysi joylarida irqiy qirg'inchilik va zulmning borligini, hech kimning irqiy qirg'inchilik va zulmga uchrashini xohlamaydiganligini, tinch bir dunyo uchun buningga qarshi har kimning o'rnidan dast turishi, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashi kerakligini aytdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining oila va ayollar ishlari direktori Amannisa Muxlisi xonim Sharq Turkistondagi ovoz chiqarishga chorasiz ezilayotgan sonsizlagan mazlum ayollar, oila va bolalarga vakolatini so'z qilib, 74 yil burun Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Jumhuriyatining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligini, shuningdan boshlab Xitoyning Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarning mavjudligini, Sharq Turkistonning kelajagining asosi bo'lgan ayollar va bolalarni yo'qotish urushi olib borganligini, mangulik sukut uchun ayollarni tug'mas qilib o'tganligini, qizlar, bolalarning oilasidan majburiy ayirib etilib, jazo lagerlari va turmalarga qamalib, mingisi yuyilib, assimilyatsiya qilinib, kimligining yo'qotilayotganligini, kulturi, dini, kimligi yo'qotilib, Xitoy qilinib yetishtirilayotgan ko'p sonli Uyg'urlardan tashkil topgan turk bolalarining 880 mingdan oshadiganligini, ayollarning jinsiy tajovuzchilikka uchraydiganligini, buning davlat sodir qilgan insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini, qandaq badal to'lash talab qilinsa, shundoq badal to'lab Xitoyning bu jinoyatiga Sharq Turkiston xalqining qarshi kurash qiladiganligini, xalqarodagi davlatlarning bu jinoyatlarni to'xtatishning birdan-bir yo'li Sharq Turkiston xalqining izzat obro'yi va mavjudligining kafolati bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kurashini qo'llashini, esdashlik qilishla emas, amaliy harakat qo'llanishni talab qiladiganligini, barliq davlat hukumatlarining birlikda Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turib, Sharq Turkistonning egilik huquqini asliga keltirishni talab qiladiganligini, Sharq Turkiston xalqining toki Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaguncha kurashni to'xtatmaydiganligini aytdi. Eng oxirida bosh ministr Salih Xudoyor xalqimizga xitob qildi. Biz dünyadaki her qaysi joylardagi devletlerge, o'zimizning turishliq devletlerge, turishib olgan devletlerge, xalqaroga bizniki bu kundan la'natlaydiganligimizni bildirishimiz kerak edi. Va Sharq Turkiston xalqininki Xitoy tajovuzchilariga izchil qarshilik berayotganligini va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurashimizdan hargiz voz ketmaydiganligimizni bildirishimiz kerak edi, qarindoshlar. Amma ma'lum bo'lgandek, bizniki davlatimizni yo'q qutib qo'ygan kunimizdan, Xitoy tajovuzchilar Sharq Turkiston zaminiga besib kirgan kundan beri biz shunda xarab o'ltirilyapmiz, dinimizni, tilimizni, madaniyatimizni, kimligimizni, hatto mavjudligimizni saqlayolmayapmiz, yo'qotib qo'yapmiz. Va bunga biz o'zimiz qarshi chiqmasak, xalqaro qarshi chiqmaydi, qarindoshlar. Biz o'zimiz buningga bir kishi bo'lsakmi, yolg'iz o'z turishliq davlatimizda namoyish qilib, eng oddiy qila oladigan ishimiz, eng oddiy qila oladiganimiz, hech nim ketmaydigan narsa. Buni qilolmasak, biz davlatimizni, kimligimizni, mavjudligimizni qanday saqlay olamiz, aziz qarindoshlar? Buni o'ylash kerak. Biz xalqaroga bizga üzül kesil mustaqillikdan başka yol yok ekanligini hammamiz o'xshash ovoz bilan, o'xshash shuar bilan, o'xshash talablar bilan jakolishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Onundan keyin yordam keladi. O'zimizga yordam qilsak, onundan keyin xalqarodan yordam keladi. Onundan keyin Allohning rahmati bo'ladi, aziz qarindoshlar. Ammo Xitoy bütün hammamizni yo'qotguncha bu irqiy qirg'inchilikdan voz kechmaydi. Bu zulmdan voz kechmaydi. Tamamen Sharq Turkistonni Xitoyninki atalmış bir parçası qilib olguncha, tamamen hammamizni yo'qotguncha Xitoy bu zulmini, bu ishg'oliyatini, bu irqiy qirg'inchilikni davomlashtirdi. Va bizningki birdan bir qutulish yo'limiz davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish. Ve o bizniki en ahirki nişan bulmaslık gerek. En birinci nişanımız buluş gerek. Çünkü devletin bulması kardeşim bana bizdeki emmimizdeki müşahede. Devletimiz yokluğunun kişinin ücretli sargardan sürgünlü hayatını yaşayatımız. Devletimiz yokluğunun ağaç sınırlarımızınki, kızlarımızınki, anılarımızınki baskınçılık uçuravatkallıkıga, tacavuz kılınavatkallıkıga,
biçarlarca anlap durup işlim kılanmavatımız. Devletimiz yok bolğanlık için kulağılıkta iş. Devletimiz yok bolğanlık için 880 mindən artık ballarımız ailelerden ayrılıp ötüp Kıtaylaştırılıvatıdı. Kızlarımız, sınırlarımız, ağaçlarımız, adillerimiz Kıtaylarga mecburi toy kıldırılıvatıdı. Devletimiz yokluqdan doğru düzgün salam berişini imklanmavatımız, namazımızı muqayanmavatımız Şarkı Türkistan içinde. Özümüzün tilimizni sırtımı sözleyenmavatımız. Devlet yokluqının boğan gap bu öz qarindoshlar. Düşmanninki işgaletiga, düşmanninki tajovuzchilikka millet sifatida qarshi turmaganligimizni mana mushkilni gap qilyapmiz qarindoshlar. Ve bununki bu faciani, bu qirg'inchilikni yo'qotishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonda mustaqillikni asl keltirishga. Shuning uchun hammamiz birinci nişanımız muşu buluş gerek. En ahirki nişanımız emas. Birinci nişanımız devletimizden mustakillik nesli keltiriş buluş gerek. Her kandak teşkilat bulaylı, meyli dini teşkilat bulaylı, meyli ovçu bulaylı, solçu bulaylı veya başka bulaylı. Birinci nişanımız muşu buluş gerek. Onun için bizdeki devletimiz nesli keltirip olğanda iken kişilik hukukımız mı buludu, dini erkenlikimiz mi buludu, medeni erkenlikimiz mi buludu, baylıkımızın buludu, insanlık, yaşaş, insandaki yaşaş, hukuklarımız mı buludu? Bunu fakat devletimiz kapaletli kılalaydı. Şunun için bununla emmemiz kürüş kılışımız gerek. Irkî kırgınçılık uçuravatkan barlık halkımızga Allah öz panayidin sizden yardımlanıversin ve ular sabır ata kılsın ve ularınki salametlikini saklasın. Ve ulanınki yakın kelgisinde hür ve müstakil Şarkı Türkistan'ını küreşke nasip kılsın. Ve bizninki bu davayımızı hainladın, münafıkladın, satkılladın, buzuşudun, ziyankeşlik selişidin, tusuşudun saklasın. Düşmanlarınki saklasın. Bizni bilip bilmey devletimizge, milletimizge, davayımızga, halkımızga bilip bilmey ziyankeşlik kılıştın, hainlik kılıştın saklasın. Ve bizge gerek olsa canimizni, kanimizni, milimizni, bütün barlığımızni Şarkı Türkistan'ınki müstakillik için pida kılalaydıgan, pida kılışga cesaret ata kılsın. Kanadadagi Sharq Turkistonliklarmo Sharq Turkiston sürgünde hükümetining Cumhur Reisi G'ulom Osmon Yag'ma Efendi boshchiligida Edmontonda Sharq Turkistonning besilinganligining 74 yilligini la'natlash, dunyoni Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kurashini qo'llashga da'vat qilish namoyishi o'tkazdi. Muavin Cumhur Reis Abdulahat Nur Efendi muhim axborot e'lon qildi. Aleyküm qarindoshlar. Assalomu alaykum Sharqiy Turkiston xalqi, muhaciratdagi barliq xorlangan qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, bugun 2023-yili 10-oyning 12-kuni Sharqiy Turkiston tarixidagi eng achinishli va seskanishli kunlarning biri. Chunki 74 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharqiy Turkistonga Xitoy tajovuzchilarining paskini qadami tekkan ve ikinci işgaliyeti başlayan gün. Şundaqla mustaqilligimizni kural kuchi bilan mecburi tatib olgan gün. Muşu işgaliyet neticesinde umumyüzlük bir irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lgan bir millat sifatida biz bu kunni mangu unutmaymiz ve mangu la'natlaymiz. Allah'ның la'nati, meleklerning la'nati ve bütün insaniyetning la'nati Xitoy tajovuzchilariga bo'lsin ve Xitoy tajovuzchilarini qo'llab ittifoqlash bo'lganlarga bo'lsin. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, biz her yili dünyanın hem yerinde Xitoy tajovuzchilariga qarshi her türlü namoyishlarni qilib kelyapmiz ve muhim kunlarni xotirlab kelyapmiz. Ama bugunni eslash ve bugunni la'natlash hammadan muhim. Çünkü bugün
Sharqiy Turkistonning mustaqilligi vayron qilingan kun. Chunki bugun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti düşman ishg'oliyati ostiga tushib qolgan kun. Ozodligimiz va hurligimiz düşman tarafidan tortib olingan kun. Bu kunni la'natlash orqali Xitoy tajovuzchilariga taslim bo'lmaydiganligimizni va qahramon ajdodlarimizga varislik qiladiganligimizni butun dunyoga e'lon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosib olingan va ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini xalqaroga e'lon qilamiz. Va xalqarodan, xususan Kanada hukumatidan Sharqiy Turkistonning bosib olingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz da'vogar sifatida ve haqdor salohiyatida bu haqiqatni xalqaroga e'lon qilmasak, o'z da'voyimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston haqidagi bu haqiqatni oshkor qilmasak, bu haqda to'g'ri guvohlik bermasak ve qo'limizdan keladigan ishlarni qilmasak, davlat va millat sotgan bo'lamiz. Davlatni va millatni sotgan bo'lamiz. Qarindoshlar, bizning bu qadar xor bo'lishimiz ve irqiy qirg'inchilikka uchrashimizning asosiy sababi bizning Sharqiy Turkistonning egasi bo'lganligimizdir. Ve Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qo'g'dab qolmaganligimizdir. Biz hech qachon Jungolik emas ve Xitoymi emas. Biz vatanimizni Xitoy tajovuzchilari bosib olgan. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari bosib olgan. Biz hayotli qolsak bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi ve Sharqiy Turkiston o'z egasiga qaytib mustaqil bo'ladi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bu haqiqat oshkor bo'lib ketishdan burun bizni tizdan yo'q qilishni planlagan. Hozir Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik shu shum planning ijro qilinayotganligining isbotidir. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaroga ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaroga ta'tir tushuntirib, Sharqiy Turkistonni Xinjiang deb atavatidi. Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir partisi deb aldavatidi. Xalqaramo aldinib yoki bilmagan bo'lib olib, buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyotidi yoki shunday ko'rinib olyotidi va aralasholmayotidi. Aralashganlarmi tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, balki inson haqlari dafsandichiliklari nuqtasidan aralashyotidi. Ammo Xitoy buni e'tirof qilmay, yanada bizni terrorchi, bölgünchi ve dini bilan qaralayotidi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharqiy Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasilar emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy haq-huquqlarimizning kafolatga ega bo'lanmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi ofat bo'ladiganligini tushuntirishimiz lozim. Buni qilish uchun muhojiratdagi butun Sharqiy Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaroga mush shaklda tushuntirish orqali hem o'zimizga hem xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Chunki bizning haqiqiy ahvolimizni bizga yot bo'lgan millatlarla emas, balki bizga diniy qarindosh bo'lganlarmi va hatto milliy qarindosh bo'lganlarmi bilmaydi ekan yoki bilmasga soladi ekan. Buning sababi ularga yetarli tashviq qilmaganligimizdir. Yetarli darajada vazifamizni ado qilmaganligimiz yoki qilmaganligimizdir. Bu ishni siyosiy bidiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi. Chunki ular biz uchun emas, o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bidiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. Qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari 74 yil burun vatanimizni ishg'ol qilgan chog'da davlatimizning ismi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti edi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini ishg'ol qildi. Bu jinoyatni sodir qilgan jinoyatchi Xitoy Xalq Cumhuriyetidir. Jinoyatchi hozir kuchlanib butun dunyoni aldamoqda ve butun dunyoga tahdid bo'lmoqda. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini ishg'ol qilgan bu jinoyatchi hozir dunyo sahnasida bor. Jinoyatchining jinoyati aniq, dalil isboti to'liq.
Bu jinoyatning Sharqiy Turkiston xalqiga olib kelgan ziyni intayin echinishlik, shundaqla dunyoga olib kelgan ziyni bekla og'ir. Biz xalqaradan Xitoydan iborat bu jinoyatchining jazolanishini talab qilamiz. Shundaqla biz shu besivalingan Sharqiy Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirishga tirishyapmiz va shu davlatimizning davosini qilyapmiz. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi asliga keltirilsa, yalg'iz Sharqiy Turkiston xalqi emas, balki butun dunyo xalqi Xitoyning ishg'oliyatidan qutulib qoladi. Shuning uchun biz butun dunyo xalqidan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishni talab qilamiz. Qarindoshlar, yo'limiz uzun, yukimiz og'ir, atlar uruq, xurjunlar quruq. Ammo bu yo'l bek ulug'. Afsuski, bu yo'lni basmay çaremizmi yo'q. Chunki bu yo'lda menish insonlik burchimiz, axloqiy burchimiz, iymoniy burchimiz va islomiy burchimizdir. Bu yo'lda mangmasak, insonligimizdan, axloqimizdan, mu'min va musulmonligimizdan voz kechgan bo'lamiz. Dinimizdan voz kechgan bo'lamiz. Shuning uchun vazifamizni unutmaylik, uxlavermaylik. Bu hayot cheklik. Bu qutluk yo'lga atlansakmı, yoki tiriktab bo'lib yashasakmı, baribir o'lib ketamiz. O'lgandan keyin bu hayotning hisobini beramiz. Hayotini bu qutluk yo'lda o'tkazganlar qutuladi va abadiy baxtli bo'ladi. Ammo hayotini bu qutluk yo'lning sirtida o'tkazganlar, bu yo'lda hayotini o'tkazmaganlar baxtsiz bo'ladi va sharmanda bo'lgan holda abadiy jahannam azobida azoblanadi. Özümüzni dünya ve ahiret qutuldirish uchun harakatga o'taylik. Chunki bu hayotda shunday bir qonuniyat borki, arzu qilgan narsamizni qo'lga keltirish uchun uning yo'lini o'zimiz mangmasak, hech qachon u o'zigidan qo'lga kelmaydi. Va yig'lamagan balaga emchak silinmaydi. Yana bu hayotda shunday bir qonuniyat borki, qadam basmagan kishi joyida turaverdi. Shuning uchun yo'limizga qadam basaylik. Arzuyumuzga yetish uchun yo'l mangaylik. Bu ahamiyatli vazifani xotirlaylik. Merhum şehitlerimizden örnek alaylik. Ecdadımızga ega chiqaylik, qahramonlarimizga ega chiqaylik. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan qahramonlarga emas, o'z vijdonimiz, o'z aqlimiz belgilagan qahramonlarga ega chiqaylik. Bizning beshimizga butun baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. İgimiz Allah'ını razı kılalışımız mı? Bununla bağlı. Resulullah'a ümmet bulup şefaatiga erişalışımız mı? Bununla bağlı. Bu dünyada insandaki yaşayalışımız mı? Ve insandaki yüzümüzü götürüp yürüyalışımız mı? Bununla bağlı. İgimiz Allah halkımızı hidayetke başlasın ve Xitoy tajovuzchilarının bütün suiqasdidan saqlasın. Halkımızga azatlık ve Sharqiy Turkistonga mustaqillik ato qilsin ve bizni ikkala olamda aziz ve baxtli qilsin. Amin. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti Cumhur Reis Şanısı. İngiliz tilida axborot e'lon qilinib, Xitoyning vahshiy jinoyati anglitildi va davlatlarni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqiriq qilindi. China's prolonged campaign of Sharqiy Turkiston sürgünde hükümetining tajovuzchi Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilib olganligini la'natlash, davlatlarning mustaqilligimizni asliga keltirishini talab qilib o'tkazgan namoyishi Daw Discourse xabar tori. Kransiumiz aktiv xabar torida 14 oktyabr kuni. Hindiston iqtisod kuzatish xabar torida 13 oktyabr kuni. Cho'ng xabarlar tori xabar kanali. Chanakya Forum xabar tori. Parent xabar torida 14 oktyabr kuni xabar qilindi. Düşmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas. Aksicha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu kurashimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun armay talmay oxirigacha xizmat qilish,
qaytsiz va shartsiz holda millat va xalqning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirkidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab atlanishdir. Sharq Turkiston Türk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Mo'yti. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.